Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, oldi bilan biz diqqatingizga bu hafta huzuringizga sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tunishtiramiz. Bu hafta diqqatingizda Xitoyning boy fidoilarini ko'ydirib vahshiylarcha o'ldirganligiga qarata noroziliklarning kuchayganligi, shundaqla Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati bundan qarata bayonot e'lon qilganligi haqidagi xabarimiz diqqatingizda bo'ldi. Shundaqla Turkiyaning o'z havo sohasiga tajovuz qilgan Rossiyaning kurashchi aeroplanini etib tushirganligi haqidagi xabar va shundaqla Turkiyada yangi bir navbatlik oxirida hammalarga ma'lum 1-noyabr kuni saylovda g'alaba qilib muvaffaqiyat qutib chiqqan partiya Adolat va taraqqiyot partiyasi yangi hukumatni 64-qatimli hukumatni qurib chiqqanligi haqidagi xabar. Shundaqla Xitoyning yon telefonlarga bo'lgan tekshirishni kontrolni kuchaytirganligi haqida yangi bir siyosat yo'l qo'yganligi haqidagi xabar. Bu va bundan boshqa xabarlar diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoyning boy fidoilarini ko'ydirib o'ldirganligi tanqidga uchradi. Xitoy ishg'olchilarining boy hujumi fidoilarini tutishda orasida ayollar va bolalar bo'lgan hujum gumondorlarga qirg'uvchi qurol ishiltishi kuzatuvchilarning ayblashiga uchradi. Xitoy ishg'olchilarining boy hujumi haqida berayotgan kamtuk xabarlari hamda orasida ayollar va bolalar bo'lgan hujum gumondorlarga qirg'uvchi qurol ishiltishi kuzatuvchilarning ayblashiga uchradi va nurg'un shubhalarni paydo qildi. Bu yil 18-sentabr Bay noyasidagi ko'mirkon hujumidan keyin Erkin Osiyo radiosi bu vaqadagi fidoilarning 3 jamoatdan bo'lgan 17 kishi ekanligini, orasida ayollar va bolalarning borligini aniqlab chiqqan edi. Lekin Xitoy 2 oygacha bu voqeani yushirib keldi. 13-noyabr Parijda terrorlik hujumi yuz bergandan keyin Xitoy 56 kun harakat elib berish orqali terrorchilar ustidan g'alaba qilganligini e'lon qildi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi 20 davlat guruhi yig'inida fursatparastlik qilib ulgurdi. Xitoy o'zini terrorlikning ziyonkashligiga uchirg'ich qilib ko'rsatib, xalqarodan Uyg'urlarni bostirishga yordam talab qildi. Orqadan Xitoy 17 kishi o'ldirganligini e'lon qildi. Bir necha kun o'tmayla bu son 28 ga chiqdi. Amdilikda Xitoy 10 necha terrorchini o't chachar orqali hujum qilib o'ldirganligini armiya kezdida tap tortmasdan maqtinib turib jar soldi. Lekin ular orasidagi ayollar va bolalar haqida hech qanday uchur bermadi. Xitoyning dastlabki uchurni yushirishi, orqadan kamtuk xabarlarni berishi va gumondorlarga qirg'uvchi qurol bilan hujum qilishi kuzatuvchilar va dunyo matbuotlarining nazarini yana bir qatim Uyg'urlarga yo'tkadi. Kishilik huquq kuzatish tashkiloti Xitoyni bu qatimqi harakat haqida mustaqil tekshirish elib berishga ruxsat qilishga chaqirdi. Uyg'ur faoliyatchilari va Sharq Turkiston tashkilotlari Xitoyning inson qalbidan chiqqan bu qilmishini aybladi. Terrorchi Xitoy askarlarining musulmon Uyg'urlarni tirik peti ko'ydirib shahid qilganligi haqidagi bayonot. Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati Xitoy tajovuzchilarining boy fidoilarini vahshiylarcha qirg'in qilganligiga qarata bayonot e'lon qildi. Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati Xitoy tajovuzchilarining boy fidoilarini vahshiylarcha qirg'in qilganligiga qarata bayonot e'lon qildi. Bayonotda mundaq deyildi: ishg'olchi terrorist Xitoy 10 Uyg'urni ko'ydirg'ichi qurollar bilan tirik peti ko'ydirib shahid qilganligini ko'ranligan holda rasmiy axborot vositalarida e'lon qildi. Bu vahshiy terrorlik Sharq Turkiston musulmonlarini ochiq azob va cho'nqur musibatga mubtalo qildi. Hammamizga ma'lumki, bu yil sentabr oyida Sharq Turkistonning Boy noyasida uylari va mol-mulklari Xitoy tomonidan tortib olingan Uyg'urlar bilan ko'chman kan ishchilari orasida chiqqan to'qinishda 16 odam o'lgan edi. Ishg'olchi Xitoy bu voqeani bahona qilib, rayonda keng ko'lamli harbiy harakat elib berib, butun rayon xalqini majburiy harakatga qatnashtirib, har kuni necha 10 ming kishini voqeaga munosabatli kishilarni izlashga solgan. 2 oydan ko'proq vaqt davomlashgan bu harakatda o'ng'aysiz psixik holatga tushib qolgan Xitoy doiralari intayin kamtuk bir bayonot berib, orasida ayollar va bolalar bo'lgan 28 terrorchini o'ldirdik deb dunyoga e'lon qildi. Parij voqeasini fursat bilgan Xitoy xalqaro terrorlikka qarshi turish harakatini Sharq Turkistongacha kengaytirish g'arazida bo'ldi. 2014-yil Ro'zihayt harpisida yakan ilishqo'da Xitoyning qirg'inchiligiga uchragan 3000 Uyg'urning yuzlaridagi qon teg'iz sovumay turibla Parijdagi hujumni ayblashni suiiste'mol qilgan Xitoy tap tortmasdan razil siyosatini davomlashtirish uchun qirg'inchilikni haqliq ko'rsatib, Sharq Turkistondagi ma'sum va qo'lida to'mirning sunuqi bo'lmagan xalqni o'zlariga tiz cho'ktirib, xoliqlarni qilishga urinmoqda. Parij voqeasidan keyin jumladan g'arbda kuchayotgan islom qo'rqinchisi iqimi paydo qilgan aloqazorlik
va qalaymaqanchilikda to'polondan to'qach o'g'irlagan Xitoy 10 Uyg'urni yushirinib olgan yerdan chiqish uchun ularni tirik peti o'tni ko'ydirib, bu vahshiy jinoyatidan qilcha aymanmasdan maqtanib, Xitoyning Ozodlik armiya gazetida dunyoga e'lon qildi. Xitoyning bu zo'ravon terrorlik xarakterini olgan vahshiy qilmishidan ig'ir musibat va qayg'u his qilmoqdamiz. Shahidlarimizga rahmat, oilalariga sabr tilaymiz. Bu yerda Xitoyning xudini yo'qotgan yirtqich hayvondek butkul Sharqi Turkistonda begunoh xalqni ezib, cho'ng bir qirg'inchilik boshlanishidan andish qilayotganligimizni jakarlaymiz. Xitoyga shuni ogohlantiramizki, Sharqi Turkistonda qo'lida tumirning sunuqi bo'lmagan begunoh xalqqa qartilgan bu vahshiy va nodonlarcha siyosat uzunga davomlashmaydi. Pichoq allaburun so'ngakka yetdi. Xalqimizning sabri tashqanda Xitoy Uyg'urlarni ko'ydirish uchun yoqqan bu o't o'zlarini ko'ydirib kul qiladi. Adolatsizlik, zulm va nohaqchilik hech bir zaman baqiy bo'lmagan. Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati Xitoyning yon telefonlarini kontrol qilishni yo'l qo'ygan yangi siyosati o'ttirg'a chiqdi. Xitoy uchur aloqa erkinligiga bo'lgan cheklamasini davomli kuchaytirmoqda. Xitoy chet el yumshoq detallari tushirilgan telefonlarning mulozimatini to'xtatib o'tish siyosatini o'ttirg'a chiqardi. New York vaqtgasining 23-noyabr xabar qilishicha, Xitoy Sharq Turkistonda chet el applari yoki yumshoq detalli tushirilgan telefonlarning mulozimatini to'xtatib o'tish siyosatini yo'l qo'ygan. Bu yumshoq detallar ichida WhatsApp va Telegram qatorliq aloqalash applari bor ekan. Xabarda bu xil ahvolga yo'liqqan kishilarning inkosi berilgan bo'lib, agar telefonga chet elning xabarlashish API yoki boshqa yumshoq detallarni tushirgan vaqtda telefonga soqchi shuni ogohlantirdiki, yonfon mulozimatingiz qonun bo'yicha to'xtatib qo'yildi. Agar savolingiz bo'lsa, darhol tabalikingizdagi tor soqchisi bilan aloqalashing degan uchurni topshirib oldi ekan. New York vaqtgasiga inkos bildiruvchilardan birining aytishicha, telefonni to'xtab qilib soqchixonaga borgan kishilar kimlik uchurlarini qayta tizimladi ekan. Shundaqla telefondagi chet el yumshoq detallari yuvib etildi ekan. Xitoy tashviqotchisi Misrda va Turkiyaga kelmoqchi. Xitoy siyosiy tashviqotidagi qo'rchoq deb ayblangan Qurbon Samat 23 va 24 noyabr kunlari Misr poytaxti Qohiradagi Azhar universiteti va Misr Oliy madaniyat komiteti nutq so'zlab Xitoyni tashviq qildi. U hamda 26 noyabrdan 29 noyabrgacha Turkiyaga kelib Xitoy akilarining xizmatini qilmoqchi. O'tgan yildan buyon birdilla Xitoy taratqularida sahnaga chiqqan Uyg'ur faoliyatchilar tomonidan Xitoycha qimmat qarashga ega bo'lgan Xitoy siyosiy tashviqotidagi qo'rchoq deb ayblangan Qurbon Samat 23 va 24 noyabr kunlari Misr poytaxti Qohiradagi Azhar universiteti va Misr Oliy madaniyat komitetida nutq so'zlagan. Xitoy xalq to'rining 25 noyabr xabar qilishicha, "Men Shinjongdan keldim" degan kitob bilan birdilla dangdor shaxsga aylangan Qurbon Samat Misrda o'qiyotgan Sharq Turkistonlik o'quvchilar va Misr ommasiga 2 maydon leksiya so'zlagan. U leksiyasida Shinjongning muqim taraqqiy qilayotganligi, Uyg'urlarni o'z ichiga olgan har qaysi millatlarning inoq va xo'shal quram ekanligi qatorliq ahvollarni tunishtirgan. Xotanda tug'ilgan va bir jup Xitoyni tutuq ota-ona qilib olgan Qurbon Samat ismli bu fotograf o'tgan yil yozgan "Men Shinjongdan keldim" nomli kitob bilan Xitoy axborot vositalarida birdilla ko'kka ko'tarilgan. Hatto Xitoyning Markaziy partiya maktabida leksiya so'zlab, Xitoyning 4-qo'l rahbari Yu Jingshingning qabul qilishiga erishgan. Xitoy tarafidan Uyg'urlar va Sharq Turkiston haqida so'zlash salohiyatiga erishtirilgandan keyin chet elga yuzilinib Xitoy siyosatini tashviq qilishga boshlagan. Qurbon Samat bu yil 9-oyda Amerika poytaxti Washingtondagi Georgetown universitetida leksiya so'zlagan. Ayni vaqtda Amerikadagi Uyg'ur kuzatuvchilar va ziyolilar Qurbon Samatning safsatlariga kuchlik inkos qaytargan edi. Xitoy yozuvchi Wang Mingmo uning bilan birga borgan bo'lib, u o'zining Shinjongda 16 yil yashaganligi, Xitoyning 1978-yildagi islohotidan keyin xalqning turmush sifatining o'sganligi, yaqinqi yillardan buyon bir qism zo'ravonlik voqealarining keyinda chet eldagi kuchlar borligi qatorliqlarni bildirgan. Xitoy tashviqotchisi Qurbon Samat 26 noyabrdan 29 noyabrgacha Turkiyaga kelib faoliyat olib bormoqchi ekan. Muhojiratdagi Uyg'ur shoira Turk madaniyatiga xizmat mukofotiga erishdi. Sharq Turkistonlik Uyg'ur shoira Nurala Ko'kturk xonimga Poytaxt adabiyot jamiyati tarafidan Turk madaniyatiga xizmat mukofoti berildi. 22 noyabr Anqara Yunus Emre Madaniyat Markazi elib berilgan mukofot tarqatish marosimida Poytaxt adabiyot va ma'rif jamiyati bilan Anqara Milliy ma'rif idorasi birlikda baholash elib berish orqali she'r, adabiyot va san'at jihatda ko'rinarli to'kib qo'shgan shaxslarga mukofot tarqatib berdi.
An'anaviy Sharq Turkiston Uyg'ur taomlari degan kitobning avtori Nurala Ko'kturk xonim Türk taom madaniyatining gullab yashnashiga ko'rsatgan tirishchanligi bilan mukofotga erishdi. Sharq Turkiston masalasini turklarga tunishtirishda aktiv rol o'ynab kelayotgan Uygurnet.org xabar to'rining mas'uli Hamid Ko'kturk murosimda so'z qildi. U Sharq Turkistonda madaniyat qirg'inchiligi temasida tayyorlagan maqolasini Surun ahliga sundi. Murosimga Sharq Turkiston farzandi Mujohid Qashqariymi qatnashgan bo'lib, uning she'r deklamatsiyasi Surun ahlini hayajonlantirib, kayfiyatni yuqori ko'tardi. Parij ve Brüksel'de Uygur tədqiqatı yığını açıldı. 17 noyabrdan 20 noyabrgacha Belgiyaning poytaxti Brüksel ve Fransiya poytaxti Parijda 2 navbatlik Uygur tədqiqatı ilmiy muhokama yig'ini açıldı. 17 noyabrdan 20 noyabrgacha Belgiyaning poytaxti Brüksel ve Fransiya poytaxti Parijda 2 navbatlik Uygur tədqiqatı ilmiy muhokama yig'ini açıldı. Bu yig'inni Amerika George Washington Universiteti uyushtirgan bo'lib, yig'inning birinchi qismi 17-18 noyabr kunlari Brükselda, 19 ve 20 noyabr kunlari Parijda chaqirildi. Yig'inga xalqarada Uyg'ur madaniyati, tarixi ve Uyg'ur jamiyati haqida tadqiqot olib berayotgan tadqiqotchi mutaxassislar qatnashgan bo'lib, Amerika, Rossiya, Qozog'iston, Turkiya ve Yevropa davlatlaridan kelgan 24 nafar tadqiqotchi ilmiy doklad berdi. Yig'inda chet ellik mutaxassislardan boshqa yana Ankara universitetining o'qituvchisi Erkin Ahmad, Amerikadagi mustaqil tadqiqotchi Nabijon Tursun, Germaniya Göttingen Universiteti qadimki Uyg'ur tili o'qituvchisi doktor Ablat Samat qatorliqlar munosabatli temalarda doklad berdi. Yig'inda Dunyo Uyg'ur qurultayining Yevropa parlamentidagi vakili Anvarjon Xitoy tarafidan bo'lgunchilik bilan ayblanib muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Ilhom To'xta haqida doklad berdi. Yig'inning tunji navbatdagi o'tgan yil 25-sentabr Amerika poytaxti Washingtonga joylashgan George Washington Universitetida ochilgan edi. Türkiye bir Rossiya jang aeroplanini etib tushirdi. Türkiye öz hava təvəllükiga tajovuz qilgan Rossiyaning Su-24 tipli kurashchi aeroplanini 10 qitim ogohlantirishdan keyin etib tushirdi. Türkiye öz hava təvəllükiga tajovuz qilgan Rossiyaning Su-24 tipli kurashchi aeroplanini etib tushirdi. Türkiye Rossiya kurashchi aeroplanini Türkiye hava təvəllükiga kirgandan keyin 5 minut ichida 10 qitim ogohlantirish berib, andın etib tushirayotganligini bildirdi. Anatoliya agentligi tarqatgan aeroplanning tushirilgan vaqtdagi filmidan aeroplanning o't elib tushayotganligini, ikki uchuvchining parashyutda sakraganligini ko'rgani bo'ladi. Bu aeroplanni Turkiyaning F-16 tipli kurashchi aeroplanlari etib tushirayotgan. Rossiya bu yil sentabrda Suriyada bombardimon qilishni boshlagandan buyon Turkiya ko'p qatim Rossiyani havo tavallikiga tajovuz qilish bilan ayblagan edi. Suriyadagi o'qituvchi tashkilot parashyutda sakragan ikki uchuvchining birining allaburun o'lganligini bildirdi. Uchuvchilarni qutqizish uchun kelgan Rossiya alohida qismlarini hujumga uchirdi. Amerika prezidenti Barack Obama Turkiya davlat raisi Recep Tayyip Erdo'g'an bilan telefonda ko'rishganda Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti bilan Amerikaning Turkiyaning o'zini mudofaa qilishini qo'llaydiganligini bildirdi. Shuning bilan bir vaqtda etib tushirilgan aeroplandagi uchuvchilardan biri chorshanba kuni Suriyaning Laziqiya shahridagi Rossiya harbiy bazasiga elib berilgan. U muxbirlarga aeroplan tushib ketishdan burun ogohlantirish berilganligini inkor qilgan. Turkiya tarafı bo'lsa Rossiya aeroplaniga 5 minut ichida 10 qitim ogohlantirish berib, ondan tushirayotganligini bildirib keldi va shu vaqtda xotirlangan ogohlantirish ovozini e'lon qildi. You are approaching Turkish airspace. Change your heading south immediate. Erdoğan'dan Putin'ga ağır cevap. Erdoğan Rossiya prezidenti Putinning Turkiyani islomlashtirishga tirishayotdi degan so'ziga qattiq javob qaytardi va savol qo'ydi. Shundaqla Rossiya Turkiyadan kechirim so'rashi kerak dedi. Turkiya Cumhur Raisi Erdo'g'an Rossiya prezidenti Putinning Turkiyani islomlashtirishga tirishayotdi degan so'ziga qattiq javob qaytardi va savol qo'ydi. Shundaqla Rossiya Turkiyadan kechirim so'rashi kerak dedi. Turkiya havo tavallikiga daxl-taruz qilgan Rus aeroplanining etib tushirilishi haqida to'xtalgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an o'xshash vaqa bugun yuz bersa yana ayni inkosni qaytardiganligini aytdi. Erdo'g'an Turkiyaning bayir-bujak turklarga va mo'tadil o'qituvchilarga yordam berganligini va buni davomlashtiradiganligini bildirdi. U aeroplanning tushirilishi haqida mayli Rossiya bo'lsin yoki boshqa davlat bo'lsin, bu yerdagi masala bevosita harbiy mudohala qilishimiz emas. O'xshash tajovuz bugun qilinsa Turkiya yana ayni inkosni qaytarishga majbur bo'ladi. Qarshi tarafning tadbir elishi lozim dedi. Erdo'g'an Rossiya prezidenti Putinning Turkiya havo tavallikiga tajovuz qilgan Rossiyaning Su-24 tipli aeroplani etib tushirilgandan keyin aytgan, mavjud hukumat
Türkiyəni İslamlaştırışqa tirişiyotidu degan so'zlarga inkas qaytirib, bu qandaq gap? Bu intayin cho'ng ayib. Yazıklar olsun. Yani sana minglarcha la'natlar bo'lsin. Türkiye'nin 99% aslidilla musulmon. Men mushundaq davlatning raisiman. Mendin nima qilishimni kutatding? Men sana Rossiyani xristianlashtirishga tirishiyotdi desam to'g'ri bo'lamdi degan so'zlarni ishlatdi. CNN xalqaro qonunda so'z qilgan Erdo'g'an Putinning kechirim so'rash talabi haqida kechirim so'ramaymiz. Bu yerda kechirim so'rashi kerak bo'lgan bir taraf bor. Ammo u biz emas. Havo tavallikimizga tajovuz qilganlar bizdan kechirim so'rashi kerak dedi. Nasıl oluyor da bunun yanında yer alıyorsunuz ya? Bunun yanında yer alanlar kalkıp da İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nden bahsedebilirler mi? Bunun yanında yer alanlar insan haklarından bahsedebilirler mi? İşte biz bunların karşısına dikildiğimiz için menfaat şebekelerinin bu hoşuna gitmiyor. Alperenler 250 kişilik bir grubu bilen Suriye'ye bardıganlıqını e'lon qildi. Türkiye'deki en çok ammevi teşkilatlardan biri bo'lgan Alperen Ocakları 250 kişilik harbiy qism bilen birlikte Suriye'ye bardıganlıqını e'lon qildi. Türkiye'deki en çok ammevi teşkilatlardan biri bo'lgan Alperen Ocakları 250 kişilik bir harbiy qism bilen birlikte Suriye'ye bardıganlıqını e'lon qildi. Türkmenler üçün faaliyet qilgan Alperenler Rusiyaga qarshi namoyish qildi. Alperen Ocakları İstanbul Şöbe Reisi Kurşat Mijan Efendi aldığımızdaki hafta yo'lga chiqargan birlik ichida saqchi va askarlarimiz bor dedi. Başta harbiy mashq qilib, keyin urush maydoniga bordi dedi. Kurşat Mijan Efendi Suriyadagi Türkmenlarga aloqador axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Alperen Ocakları tashkiloti İstanbul Şöbesida ochilgan axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilgan Kurşat Mijan Efendi Türkmen tig'i Bayır Bucakda Rus, İran ve Asad kuchlarining Türkmen qarindoshlarimizga qarshi hujumlari shiddatli davom qilyapti. Bu yerda Rossiya va İran op-uchuq holda Asad askarlariga yordam beryapti. Bayır Bucaqqa askarlarini tik uchar bilan tushirgan, havodan va quruqlikdan bombardimon qilgan, u yerda ko'p sonda shahidlarimiz bor. U yerda yer tavirganga o'xshash bombardimon bo'lyapti. U yer Rossiyaning, İranning zimini emas. Butkul dunyoning ko'z oldida uchuq bir shaklda qatliam qilinyapti. Dunyo buningga sukutda qilyapti. Kurşat Mijan so'zida yana Rossiya va İran uchuq shaklda havodan va quruqlikdan yordam qilayotgan tursa, bizning hukumatimizmi davlatimizning hamda uchuq shaklda yordam berishini talab qilamiz dedi. U yana Türkmenlarga yordam uchun 250 kishilik birlik bilan Suriyaga Bayır Bucaqqa boradiganligini bildirib mundaq dedi. Biz Osmonlining avlodlari, Alperenlar bo'lish sifatimiz bilan melimiz, jinimiz va qinimiz bilan Türkmen qarindoshlarining yenda bo'lamiz. 250 kishilik birlik tashkil qildik. Aldığımızdaki hafta bu qarindoshlarimiz bilan birga Suriyaga Türkmen tig'iga boramiz. Birlikimizda 6 nafar harbiy qo'mondan va saqchimi bizga qaytildi. Türkmen tig'iga Muhsin Yazıcı o'g'li bazasi quramiz. Bu yerdan borganlar u yerda harbiy mashq qiladi va jang maydoniga boradi. Oldingi hisobda navbat tutib kelganlar u harbiy bazada aram oladi dedi. Alperen Ocakları Sivas sho'basimi Türkmenlarni qo'llab namoyish qilgan bo'lib, namoyishda ularımız Suriye'ye harbiy grupi avatidiganligini e'lon qildi. Türkmen Dağı, Bayır Bucak'ta Rus askerlerinin, İran askerlerinin ve Esad askerlerinin Türkmen kardeşlerimize karşı saldırıları şiddetlenmiştir. Giderek artmış durumdadır. Türkiye'de yeni bir nöbetlik hükümet e'lon qilindi. Türkiye'de saylamda o'tib chiqqan Adalet ve Taraqqiyot Partiyasining raisi ve baş minister Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin 64. navbatlik hukumatini muvaffaqiyatli qurib chiqdi. Türkiye 1 noyabr parlament saylamida Adalet ve Taraqqiyot Partiyasi o'z oldiga hukumat qurish huquqiga erishgan edi. Türkiye Cumhuriyeti Raisi Recep Tayyip Erdoğan Adalet ve Taraqqiyot Partiyasining raisi ve baş minister Ahmet Davutoğlu sungan Türkiye'nin 64. navbatlik hukumati kabinetining tizimligini tasdiqladi. 24 noyabr tushdan keyin Ahmet Davutoğlu yangi bir navbatlik kabinetni e'lon qildi. Güllüce Çevre ve Şehircilik Bakanı, Feridun Sinirlioğlu Dışişleri Bakanı, Nihat Zeybekçi Ekonomi Bakanı, Ali Rıza Alaboyun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Akif Çağatay Kılıç Gençlik ve Spor Bakanı, Kutbettin Arzu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Cenap Aşçı Gümrük ve Ticaret. Türkiye'nin Moskova'daki elçixonasi Ruslarning hujumiga uchradi. Türkiye'nin Moskova'daki elçixonasi oldiga to'planib, Türkiye'ye qarshi shuarlarni to'plashgan namoyishchilar
elchixonaga taş etib binoning aynaklarini chiqib etdi. Türkiye Avazi Radyosu'nun haber kılışıya Türkiye hava teberlikki tecavüz kılgan Rus uruş aeroplanının düşürüp etilişinden keyin Türkiye'nin Moskova'daki baş elçixanasıga karşı başlangan namayişler tünügün resmi hücum kılış vakasıga aylandı. Türkiye'nin Moskova'daki elçixanası aldığı toplanıp Türkiye'ye karşı şuarlarını to'lashgan namayişçiler elçixanaga taş etib binoning aynaklarini chiqib etdi. Türkiye'nin Moskova turuşuq baş elçixanasının matbuot ishlariga mas'ul diplomati Orhan Gazigel bu haqda bayonot berib, elçixananing oldida kerakli bexatarlik tadbirlarining e'lonmaganligini bildirdi. U elçixona joylashgan ko'chani butunlay ta'qib etishga bo'ladi, lekin soqchilar unda qilmadi. Natijada elçixona binosiga ziyon yetdi dedi. Türkiye Suriye chegarasida Türkiye havo tabarligiga 5 minut ichida 10 qatim ogohlantirilgan bo'lishiga qaramay tajovuz qilgan Rossiyaning Su-24 tiplik urush aeroplaniga urush payti chegara belgilanmalariga asosan Türkiye'nin rayonda charlash elib berayotgan 2 F-16 urush aeroplani mudoxil qilgan edi. Rossiya Hatayning Jayla dag'i noyisining Suriya tarafiga joylashgan Bayir Bucak rayoniga tushib ketgan aeroplanning o'ziga taba ishkanligini e'lon qilgan. Arqadanlar NATO Anqaraning aeroplanning Türkiye havo tabarligiga tajovuz qilganligi to'g'risidagi uchurlarning to'g'riligini jazmlashtirgan edi. Oktyabr oyining 5-da Rossiya urush aeroplanlari Türkiye havo tabarligiga tajovuz qilgan bo'lib, voqeadan keyin rossiyalik munosabatdagi amaldorlar kechirim so'ragan va buningga o'xshash ahvollarning qaytarilmaydiganligini bildirgan edi. Türkiye bo'lsa havo tabarligiga tajovuz qilish qilmishlariga harbiy usulda inkos qaytarishni mazmun qilgan urush payti chegara belgilamalarining ijro qilinganligini aytib ogohlantirgan edi. Erdoğan, Türkmenler bizga nisbatan intayin muhim dedi. Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan 24 noyabr Bayir Bucak Türkmenleri yaşayotgan rayon terörlük teşkilatı Daesh bar rayon emas. Hiç kimni aldımısın. O yerde fakat Bayir Bucak Türkmenleri var. Bizning qeyrindaşlarımız var. Urug' tuqqanlarımız var. Ular biz üçün intayin muhim dedi. Türkiye Avazi Radyosu'nun haber kılışça Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan 24 noyabr o'qituvchilar bayrami kuni munosabati bilan Cumhur Raislik sarayida o'qituvchilarga ziyofat berdi. Erdo'g'an ziyofat so'zlagan nutqida Suriyada hozirgacha nihoyat vahimalik voqealarning yuz bermasligining sababining Turkiyaning sovuqqonlik bilan pozitsiya tutayotganligining natijasi ekanligini ta'kidladi. Cumhur Raisi Erdo'g'an mundaq deb ko'rsatdi. Rus urush aeroplanining Turkiyaning havo tabarligiga tajovuz qilishi va tushirilishidan burun bundaq voqeaning yuz bermasligi uchun nihoyat zo'r tirishchilik ko'rsatdik. Bu hammaga ayon. Bayir Bucak Türkmenleri yaşayotgan rayon terörlük teşkilatı Daesh bar rayon emas. Hiç kimni aldımısın. O yerde fakat Bayir Bucak Türkmenleri var. Bizning qeyrindaşlarımız var. Urug' tuqqanlarımız var. To'limi afsuski terörlük teşkilatı Daeshga qarshi urush qilayotganlarni ilgari surayotganlar Bayir Bucak Türkmenleriga hujum qilyotdi. Erdo'g'an Bayir Bucak Türkmenlerining fakat o'z ziminni qo'g'dashga tirishayotganligini, oila tabiatlarini musafirlar lagerlariga avatganlarning o'z ziminda qilib tajovuzchilarga qarshi urush qilayotganligini ta'kidladi. Erdo'g'an mundaq dedi: Bayir Bucak Türkmenleri xalqimiz bilan qondoshlik munosabatlari bo'lganligi uchun bizga nisbatan xuddi Halabdagi, Humusdagi, Damashqdagi, Jovlan rayonidagi Türkmenlarga o'xshashla nihoyat muhim bir xalq hisoblandi. Bashar Asad va qo'llovchi davlatlarning Bayir Bucak Türkmenlarga hujum qilishining parda orqasidagi niyatini nihoyat yaxshi bilamiz. Daesh bo'lmagan bu rayonga hujum qilishning parda orqasida Bashar Asad hokimiyatining mavjudiyatini saqlab qilish niyati yotadi. Turkiyaning Jarablosdan Aqdengizgacha bo'lgan rayonlarni terrorlik tashkilotlaridan tozalash irodasi qat'iydir. Shunga davlatimiz bu rayonda yashayotgan qeyrindoshlarımizga burundan tartibli yordam berib kelyapmiz. Turkiya ittifoqdosh davlatlari bilan birlikda yaqinda Jarablos Aqdengiz liniyasida bexatarlik koridori shakllantirdi. Bu orqali yangi ko'chmanlik, insoniy tragediya qatorliq krizlarning oldi elindi. Suriyada hayotidan ayrilgan 380 ming ma'sum kishi hamda buningdan keyin qazo qilish ehtimoli bo'lgan kishilarning javobgarligi Turkiyaning bu planini qo'llamagan yoki to'salg'i bo'lishga uringanlarning zimmasiga yuklandi. Bayir Bucak Türkmenlerinin yaşadığı bölgeye yoğunlaşan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Orada bizim soydaşlarımız var. Orada bizim akrabalarımız var. Ve bu akrabalarımız, bu soydaşlarımız sürekli uçaklarla bombalanıyor. Tanklarla, toplarla sürekli olarak bombalanıyor. Ve şu anda oralardan bu soydaşlarımız sınıra doğru göç etmeye, kaçmaya başladılar. Ve bunların bir kısmı şu anda Türkiye'deki kamplara yerleştirilmiş vaziyette.
Ama bir kısmı da Suriye tarafındaki kamplarda şu anda onlarda iskan ediliyor. Peki bütün bunlara destek nereden? Türkiye'den. Kızılay'ımızda, sivil toplum örgütlerimizde onlara her türlü yardımı götürüyoruz. Rusya bilan İranning haqiqiy yuzi. Rusya prezidenti Vladimir Putin oradan 8 yil o'tgandan keyin İranda ziyorati bo'ldi. Rusya prezidenti Vladimir Putin İranda ziyorati bo'ldi. Aradan 8 yil o'tgandan keyin Tehronda ziyorati bo'lgan Rusya prezidenti Vladimir Putinning kun tartibi intayin quyuq edi. Putin oldi bilan İranning diniy rahbari Ali Xamenei bilan ko'rishdi. İranning diniy rahbari Ali Xameneining ishxonasi tarafidan bu vaqtda e'lon qilingan bayonotda Amerika Qo'shma Shtatlarining Suriya va rayonda nupus tiklashga urinayotganligi ilgari surildi. Putin keyin İran prezidenti Hasan Ruhani bilan ko'rishdi. İkki davlat o'rtasida sahiyadan bankchilikqa, sayohat ishlaridan transport qadar bir qator kelishimlar imzolandi. Uchrashuvlarning eng muhim kun tartib moddasi Suriyaning navbatdagi vaziyati va Daesh qarshi kurash edi. İran prezidenti Hasan Ruhani bo'lsa, rayondagi terrorlik guruhlarga qarshi kurash qilish uchun Rossiya bilan hamkorlikning kuchaytirilganligini eskartdi. Putin Suriyaning kelajagiga Suriya xalqining qaror berishi lozimligini yana bir qatim ta'kidladi. Putin hech kimning o'z qarashini Suriya xalqiga tengish huquqi yo'q. Demokratiyani qo'llaydiganligini ilgari surayotganlar Suriyada o'tkazilgusi saylovlarga mudohala qilish huquqiga ega emas dedi. Kuzatuvchilar İran bilan Rossiyaning yanada 100 minglarcha xalqini o'ldirgan va millionlarcha xalqning surgun bo'lishiga sabab bo'lgan Asad hokimiyatini qo'llashni davomlashtirayotganligini, bu qatimgi ziyoratimi bu pozitsiyada ching turadiganligini ta'kidlaganligini bildirishdi. NATO Turkiyani qo'g'dash tadbirlarini kuchaytirdi. Rossiyaning bir urush aeroplani Suriya chegarasida etib tushirib o'tilgandan keyin Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti jiddiy yig'in chaqirdi. Turkiya ovozi radiosining xabar qilishicha, Rossiyaning bir urush aeroplani Suriya chegarasida tushirib o'tilgandan keyin Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti jiddiy yig'in chaqirdi. Turkiyaning Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti doimiy vakili Mehmet Fatih Ceylan TRTning ziyoratini qabul qilganda bergan bayonotida yig'inning tafsiloti va bundan keyin tashlangan qadamlar haqida ma'lumot berdi. Ceylan bu qatimqisining Rossiyaning Turkiya chegarasiga tunji tajovuz qilishi emasligini ta'kidlab mundaq dedi. Rossiya uda 2 qatim havo tavallikimizga tajovuz qildi. Jumladan Sharqiy Oq dengizdagi paraxodlarimizga mu tajovuz qilgan edi. Ceylan Rossiyani Turkiyaning diplomatik saviyada noroziligini o'ttirg'a qo'ygan bo'lishiga qaramay, pozitsiyani o'zgartmadi deb aybladi. Rossiyaning ilgirki tajovuzchilik qilmishlaridan kechirim so'raganligini eskartgan Ceylan, bundaq hodisalar takrorlangan taqdirda Turkiyaning tegishli tadbirlarini qo'llanadiganligini ochiq oshkora holda Rossiya tarafga bildirgan edi. Biroq havo tavallikimizga bir qatim emas, uda 4 qatim tajovuz qilishi Rossiyaning burun bizga bergan ahdlariga xilof dedi. Rossiyaning Suriyada Daesh qarshi kurash qilish da'volarining odamni ishondirilmaydiganligini ta'kidlagan Ceylan, Rossiya bombardimon qilayotgan rayon Turkman qarindoshlarimiz yashayotgan rayon bo'lib, u yerda Daesh yo'q. Daesh yo'q yer nimishqa bombardimon qilinayotdi? Buni tushunish haqiqatan qiyin. Buningga izohat berilishini kutyapmiz dedi. 1-2 dekabr kuni chaqirilgan Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti tashqi ishlar ministrlari yig'indimi Turkiyaning mudofaa sistemasini kuchaytirish planining tasdiqlanishi mo'ljallanmoqda. Egalasha Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti Turkiyaning o'zini mudofaa qilish iqtidorini mushu shaklda kuchaytirdi ekan. First and foremost, I have to make it clear that the incident took place in our airspace. There were 2 planes. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmada ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.